Assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan HR botni ko'rib chiqamiz. HR botda biz nomzodlardan anketani qabul qilib olamiz va ularni botda zaявка sifatida qabul qilamiz va Google Sheets'da ham qabul qilamiz. Endi har bitta kompaniyada har xil lavozimlar bo'ladi va har xil vakansiyalar mavjud. Har xil vakansiyalar uchun esa alohida savollar bo'ladi. Hozir bu yerdagi savollar bazaviy savollar asosida tuzilgan. Shuning uchun siz ushbu shablonni o'rnatgandan so'ng o'zingiz kirib bloklar ichidagi savollarni o'zgartirib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Hozir birma-bir bular bilan tanishib chiqamiz. Birinchi navbatda start blogi, bu asosiy blok hisoblanadi. Startni bosgandan so'ng kutib oluvchi xabar mavjud. Bu yerda o'zingizni kompaniyangizdan kelib chiqqan holatda salomlashuv xabarini yozasiz va rasmingizni almashtirib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Va anketani to'ldirish uchun tugma qo'yilgan. Ushbu tugmani esa bosgandan so'ng anketa savollari boshlanadi. Birinchi savol bazaviy savol bo'lib, ism familiyasi so'raladi va ism familiyani ismi degan o'zgaruvchi nom ostiga biriktirib qo'yamiz. Keyingi savolimiz esa telefon raqamini yuborish bo'ladi. Отправить tugmasini bosib telefon raqamini yuborish mumkin bo'ladi. Uchinchi savolimiz yoshini so'raymiz va o'zgaruvchi ostida kiritib qo'yamiz. Barcha savollarni o'zgaruvchi ostida birlashtiramiz. Buni o'zingiz o'zgartirishingiz mumkin yoki shu holatda qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Agar yangi blok qo'shmoqchi bo'lsangiz, ushbu blokni yuqoriga chiqarasiz, ya'ni yuqoriga chiqarib, liniyani uzib yangi blok qo'shishingiz mumkin. Mana sepochka сообщение qo'shasiz va ushbu sepochka сообщениeni telefon raqamdan keyin qo'shmoqchi bo'lsangiz, liniyani mana bu tarzda ulaysiz va bu yerda o'zingizga kerak bo'lgan savolni yozasiz. Savolni yozgandan so'ng любая другая фраза, ya'ni u javobini bergandan keyin mana bu liniyaga ulab qo'yasiz. Yodingizdan chiqarmang. Bu blokda bergan savolingizga javobni saqlab qolish uchun mana bu bo'limdagi tugmani yoqib qo'yasiz va kerakli shablon ostida saqlanib qilish uchun nom berasiz. Menimcha tushunarli bo'ldi. Hozir esa liniyani o'chiramiz. Liniyani o'chirib, bazaviy holatga qaytarib qo'yamiz. Va keyingi savolimiz yoshini so'raymiz. Yashash manzilini so'raymiz. Har bitta viloyat kiritib chiqilgan. Qo'shimcha kiritmoqchi bo'lsangiz, ushbu tarzda kiritishingiz mumkin. Va javob berilgandan so'ng biz keyingi blokka o'tamiz. Keyingi blokda ijtimoiy holat so'ralgan. Ijtimoiy holat ikkita zanjirga bo'lingan. Ishlaydi variantini tanlasa, ishlash haqidagi savollarni beramiz va qayerda ishlashini, qancha oylik olishini so'rab olamiz. Keyin esa umumiy savolga qaytamiz, ya'ni til bilishga. Agar o'qiyman degan variantni tanlasa, ta'lim turini so'raymiz. Va u ta'lim turini tanlagandan so'ng esa til bilish savoliga o'tamiz. Mana bu yerda mana hozir men uchta liniyani ulab qo'ymaganman. Mana endi ulayman. Ya'ni bu savolga javoblarni bersa, to'g'ridan-to'g'ri bu blok o'tib ketadi. Tortib qo'yamiz liniyalarni. Mana. Endi bu knopkalar ustiga bossa ham bu blok o'tadi. Keyingisi lavozimlarni so'raymiz. Qayerda ishlagan va qaysi lavozimda. Ish tanlashdagi 3 ta jihatni so'raganmiz va ish nima uchun qiziqligini so'raganmiz va oxirgi blokda javoblarni qabul qilganligi haqida ma'lumot berganmiz. Bu yerda siz o'zingizni qo'shimcha ma'lumotlaringizni, ya'ni yopiq Telegram kanal yoki lokatsiyangiz joylashgan manzilni qo'yishingiz mumkin. Bu ixtiyoriy albatta. Endi esa barcha savollarga javob bergandan so'ng avtomatik ravishda bizga zaявка kelib tushadi. Zaявкani men hozir BotPlace akkauntiga ulab qo'yganman. Agar siz o'zingizni shaxsiy akkauntingizni ulamoqchi bo'lsangiz, добавить akkaunt tugmasini bosasiz. Bosgandan so'ng mana bu bo'limga o'tib, Telegram qismidagi добавить tugmasini bosasiz. Добавitni bosgandan so'ng открыть Telegramni bossangiz, qaysi Telegram sizda kutuv rejimida turgan bo'lsa, o'sha Telegramda botga start berasiz va botga start bergandan so'ng zaявкаlar o'sha Telegram botda qabul qilishni boshlaydi. Ortga qaytamiz. Shablonga qaytamiz. Xo'p, zaявкаlar kelib tushgandan so'ng esa bir vaqtning o'zida Google tablitsada javoblarni saqlaymiz. Agar siz bu shablonni o'rnatsangiz, mana bu yerda siz o'zingizni Google tablitsa shabloningizni linkini qo'yishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun siz Google Diskga kirasiz. Buning uchun siz Google Diskga kirib, Google Diskda yangi Google tablitsa yaratasiz. Mana yangi Google tablitsa yaratasiz va настройка доступini ustiga bossangiz, bu yerda linkni olishingiz mumkin bo'ladi. Linkni olgandan so'ng konstruktorga kelib, bu yerga вставить qilasiz va listni tanlaysiz, qaysi listga saqlanib qilmoqchisiz va har bitta savolingizni mana bu yerda tugma bor, mana добавить переменную degan joyi bor. Ya'ni bizlar o'zgaruvchilar yaratib chiqqan edik. Ya'ni ismi, yoshi, adresi qaysi harflarga tushishini tanlab chiqqanmiz. Ya'ni ismi Google tablitsani
B liniyasiga tushishi kerak. Mana. Yoshi esa C tablitsaga tushishi kerak bo'ladi. Hozir menda tayyor turibdi mana. Birinchi liniyada o'zimizga kerakli bo'lgan qismlarni barchasini yozib chiqdik va javoblar ikkinchi liniyadan qo'yishni boshlaydi. Mana B qismiga biz ismini yozib qo'yganmiz. Bu yerda ham ismini B ga tushishini ko'rsatganmiz. Mana hozir ko'rsataman. Добавить переменный qilamiz. Xohlagan bitta o'zimiz kiritgan o'zgaruvchini tanlab, uni xohlagan bitta harfga yo'naltirishimiz mumkin. Juda ham oson. Telefon nomerlarini kiritmoqchi bo'lsangiz добавить constant qilamiz va unda botning usernamelari, ismlari, telefon raqami, emaillarni olishimiz mumkin bo'ladi. Bu hozir bizga kerak emas. Bizga faqatgina uning ID'si va telefon raqami kerak bo'ladi. Endi esa Google tablitsani ulash uchun настройкаga kiramiz. Настройкаga kirgandan so'ng integratsiya bo'limiga kiramiz. Integratsiyaga kirgandan so'ng mana bu yerda menda hozir Google tablitsa ulangan. Sizda ulanmagan bo'lsa, mana bu qismda turgan bo'ladi. Ustiga bosib Google tablitsani o'zingizga ulab olasiz. Barcha ma'lumotlarni qabul qilsangiz bo'ldi. Ssenariyga qaytamiz. Barchasini tanishib chiqdik. Endi ro'yxatdan o'tamiz. Telegram kiramiz. Startni bosamiz. Mana savol chiqdi. Anketani to'ldirishni bosdik. Ismimizni kiritamiz. Deylik Bobur. Yoshimizni kiritamiz. 28 da. Viloyatni tanlaymiz. Andijon. Ishlayman variantini tanlagan edim. Endi o'qiyman variantini tanlaymiz. Mana o'qiyman dedim va ta'lim turini tanlayman. Ta'lim turini tanlagandan keyin tilni yozaman. Xo'p, qayerda qanday lavozimda ishlagansiz? Hech qayerda. Ish joyini tanlashda shu jihat. Xo'p, nima uchun vakansiyaga qiziqish bildiryapsiz? Pul uchun. Mana barcha javoblar qabul qilindi. Bizga vakansiya mana botda keldi, ya'ni заявка boti mavjud. Заявка botida bizga xabar keldi. Mana новая заявка для бота HR. Sotuv menejerlikka nomzod. Buni biz mana bu yerda yozib qo'yganmiz, mana. Mana bu заявка qismida sotuv menejerligiga nomzod degan so'zni yozib qo'yganmiz va bu so'z mana bu yerda chiqadi. Va bizga mana ID raqam, kimligi, username ham chiqib keladi. Shu yerni o'zida biz unga yozishimiz mumkin. Ya'ni vakansiya bizga ma'qul keladigan bo'lsa, shu yerni o'zidan uni lichkasiga kirib, lichkasiga yozib yoki manzilni yuborishimiz mumkin bo'ladi. Telefon raqami, ismi, yoshi, adresi, ijtimoiy holati, qayerda ishlaydi, maoshi. Maoshni men ilgari ham kiritganligim uchun bu yerda chiqyapti. Men qayta ro'yxatdan o'tganligim uchun. Til bilishi, lavozimlari barchasi mana chiqib keldi. Endi esa buni Google Sheets'da tekshirib ko'ramiz. Mana Google Sheets'ga kiradigan bo'lsak, bu yerda men qayta to'ldirganligim uchun bitta ID raqam beryapti va ma'lumotlarim har xil bo'lganligi uchun meni ikkinchi ma'lumotlar bazasiga kiritib qo'ydi. Xo'p, endi buni bitta ma'lumotlar bazasiga qilsa ham bo'ladi. Ya'ni qayta to'ldirgan taqdirda bu ma'lumotlar o'zgaradigan qilsa bo'ladi. Xo'p, endi mana barcha ma'lumotlar kerakli joylarga tushgan. Oxirida telefon raqam va to'ldirgan vaqti ham ko'rsatib o'tilgan. Botimiz ishlayapti. Shablonni ustunroq qilish uchun esa ushbu video ostida shablon linkini qo'yaman. Undan oldin siz platformalar ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz kerak. Ro'yxatdan o'tgandan so'ng esa siz shablonni ustiga bosib kirishingiz mumkin bo'ladi. Agar shablonlarni topa olmasangiz, platformaga kirganingizdan so'ng mana bu yerda shabloni degan bo'lim mavjud. Shabloni bo'limida ushbu shablon turgan bo'ladi. Men bu yerga shablonni yuklab qo'yaman. Sizda bir nechta vakansiyalar mavjud bo'ladigan bo'lsa, bu sotuv menejerlik vakansiyasiga yo'naltirilgan. Siz esa boshqa lavozimda ham olmoqchi bo'lsangiz vakansiyalarni, mana bu pastdagi glavniy ssenariy ustiga bosasiz va ushbu ssenariyni kopiyasini yaratishingiz mumkin. Mana kopiyasi yaraldi. Ushbu kopiyani nomini o'zgartirasiz. Deylik, sizga video montajyor kerak. Video montaj deb yozasiz. Mana video montajyor blok ham tayyor bo'ldi. Mana video montajyor blogi dublikat bo'ldi va bu duplikatning ichiga kirib barcha so'zlarni o'zgartirib chiqishingiz mumkin bo'ladi va alohida sheetsdagi ma'lumotni, ya'ni list 2 qilib ochishingiz mumkin bo'ladi. Deylik, hozir bu yerda mana list 2 ni ochadigan bo'lsam, montaj deb yozsam, bu yerda u list obnovit beramiz. Mana bu yerga bosamiz. Mana bizda ikkinchi list paydo bo'ldi, montaj degan. Montajning ustiga bossak, barcha ma'lumotlar endi, ya'ni bu liniyadagi, bu voronkadagi,
Ya'ni bu voronkadagi barcha javoblar endi montaj listiga tushadi. Buni linkini qanday olamiz degan savol tug'ilishi mumkin. Upravlение messenjerimizga bosamiz, Telegram ustiga bosamiz. Telegram botni platformaga ulash uchun alohida video qilib qo'yilgan. Ushbu videoni ko'rib, keyin bu videoga kelib HR botni ustiga qilsangiz bo'ladi. Endi esa upravlение ссылками ustiga bosamiz. Biz o'zimizga link yaratmoqchi bo'lsak, добавить ссылкuni bosamiz va o'zimizga kerak bo'lgan ssenariyni tanlaymiz. Ya'ni biz video montajyorlari uchun link olishimiz kerak va mana bu linkni olib yozamiz. Video montaj. Mana saqlanib qildik. Mana bu linkni xohlagan postimiz yoki vakansiyamiz ostiga qo'yib qo'ysak, odamlar uni ustiga bossa, video montajyor voronkasiga tushib anketani to'ldirishadi. Asosiy anketani linkini olishni esa upravlять messenjeriga kiramiz, Telegram ustiga bosamiz. Mana bu asosiy botimizning link hisoblanadi. Ustiga bo'lsa kopировать bo'ladi. Bu link asosiy, ya'ni главный ssenariydagi yozilgan voronkaga olib o'tadi. Xo'p, bu yerda xohlagancha vakansiyani ochishingiz mumkin va har bitta vakansiyaga alohida link qilib postlaringiz ostiga qo'ysangiz bo'ladi. Agar siz o'z vakantlaringiz uchun alohida kabinet qilmoqchi bo'lsangiz, bizning adminimizga yozsangiz, sizga yordam beramiz. Kompaniyangizga yaxshi xodimlar olishingizni va ular orqali daromadingiz va kompaniyangiz obro'sini ko'tarilishini tilab qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.